Xonanda Samandar Hamraqulov qattiq noroziligini bildirdi. U bunga chiday olmadi. Assalomu alaykum. Videoni oxirigacha ko'ring va fikringizni izohlarda qoldiring. Assalomu alaykum. Men mana shu soliq departamentining chiqargan qonuni yoki chiqarmoqchi bo'lgan qonuni bo'yicha juda ham ko'p san'atkorlar fikr bildirishyapti. Soliq borasida. Soliq sochishdan biz san'atkorlar, soliq to'lashdan biz san'atkorlar qochmaymiz. Hech qachon. Lekin san'atkorlarni topish manbai faqat to'y. Ular rasxod qiladi, pulga xarajat qiladi, falon ming dollarga klip oladi, shular qiladi. Qat'iy nazar bu to'g'risida ko'p gapirildi. Lekin xalqda to'y bo'lsagina shu pulini qoplaydi yo qoplamaydi yoki qarzga chiqadi. 2-3 yildan beri 5 yillab qarz to'layotgan san'atkorlar bor hozirgacha. Hech foydaga chiqa olmaydi bechoralar. Na albom, na boshqa, chunki boshqa topish manbai yo'q, faqat to'ydan pul topish manbai. Shuning uchun men o'ylaymanki, soliq qo'yayotgan paytda har tomonlama o'ylab, hisob-kitobini qilib turib qo'ygan ma'qul deb o'ylayman. Soliqdan qochadigan joyimiz yo'q, chunki mana shu soliqdan pensionerlarning pensiyasi, aytaylik, chegara hududlarda armiyada xizmat qilayotgan insonlarni oziq-ovqati, yeb-ichish, kiyim-kechaklari va hokazolarida tayyorlanadi, qilinadi albatta shu soliqdan hammasi. Nimadan yana shu soliqdan albatta hammasi. Lekin bunaqa soliqni baribir qo'yayotgan paytda hisobga olish kerak. U har tomonlama bechora san'atkorlarni rostdan ham aytilyapti. Mana masalan, haydab yurgan misol uchun yaltiroq mashinalarda ko'p kredit, qarz, juda qarzlari ko'pchilikni. Shuning uchun men iltimos qilardim, xohlardim shaxsan o'zim individual fikrimni bildirmoqchiman shu tomonlama san'atkorlarga ozgina yengillik qilib bersa, har holda yaxshi ijod mahsullari bo'lar edi. Chunki san'at har holda ideologiya uchun xizmat qiladigan eng kuchli qurol. San'atkorlar insonlarni tarbiya qiladi, qo'shig'i bilan, o'ynayotgan rollari, kinolari bilan tarbiya qiladi. Endi ularni o'zi faqat qarzini to'lash yoki nima desa bo'ladi, fikri xayoli faqat tirikchilik qilish bo'ladigan bo'lsa, ijod bo'lmaydi, turgan gap. Aniq ijod qila olmaydi bunaqa paytda. Shuning uchun imkon qadar san'atkorlarni ham har tomonlama o'ylaylar bu taraflarini ham. Rahmat.